Bitta xat bor edi, shuni o'qib ber. Mangami bu xat? Bo'ldi, o'qib. Adresingiz bormi? Qaytib sizga xat yozaman. Ma'qulmi? Bo'ladimi? Shunaqami? O'qib beraman, ukajonim, o'qib beraman. Rahmat. Chetroq turasiz faqat. Assalomu alaykum, Ozoda opa deb boshlanibdi xatlari. Ismim Anvar. Men bugungi konsertingizga 2 ta bilet oldim. Ulardan biri o'zim uchun, ikkinchisi qadrli insonim uchun. U mening onam, ashaddiy muxlisingiz. Har bir qo'shig'ingizni juda yaxshi ko'rib eshitadilar. Sizning so'zlaringizda o'z dardlarini, o'z yoshliklarini topadilar. Eng go'zal orzularidan biri Ozodaning konsertiga tushish deb tez-tez takrorlaydilar. Har gal konsertingiz afishasi e'lon qilinsa, menga Telegramdan uning rasmini jo'natadilar. Bir kuni axir Ozodani konsertiga borarman, o'z ko'zim bilan ko'rarman. O'z quloqlarim bilan qo'shiqlarini zaldan eshitarman deydilar. Ozoda opa, men shu yoshimgacha musofirchilikda yurdim, og'ir mehnat qildim. Endi shukr, vatandoshlarim orasidaman, vatanimga qaytdim. Uncha-muncha pul ham jamg'ardim. Nihoyat o'sha kun keldi. Konsertingiz boshlangan, zal to'la odam, men ham shu zaldaman. Onajonim istaganidek sahnada siz kuylayapsiz. Hamma shu yerda. Faqat endi hamma shu yerda bo'lgan zalda onam yo'q. U kishi konsertingizdan bir necha kun avval bu olamni tark etdilar. Meni dunyoni tashlab ketdilar. Anvar ukajonim, ozgina xatingizdagi quvonchli voqealarga xayrixoh o'qitman, ma'zur tutasiz. Avvalo Alloh sabr bersin. Chunki bilasizmi, men hozir tilga olgan ayrim ijodkorlar meni, sizni, hatto Ozodaxonimni ham xuddi shu bir armon bog'lab turadi. Onasizlik nimaligini juda ham yaxshi payqagan inson sifatida xatni davom ettiramiz. Ozoda opa, bugun konsertga men yig'lagani keldim. Qo'limdagi ikkinchi bilet esa onam uchun. Ularning o'rinlari bo'sh turibdi. Ana, ko'ring. Konsertingizga qalban onam bilan birga kirdim. Onam jisman shu yerda bo'lmasa ham, ruhan shu yerda. Opajon, sizdan iltimos, onasi yo'qlar uchun ham qo'shiq kuylang. Mening onam uchun qo'shiq kuylang. Anvar, ma'zur tutasiz. Bu dard ko'p jihatdan aytdim-ku, bizniki bilan ham hamohangman. Xatingizni oxirigacha o'qiy olmayman. Albatta Ozodaxonimga yetkazaman, lekin bu yerda siz so'ragan iltimosingiz ozgina repertuar, konsertografiya degan qoidalarni sal chetlab o'tishni so'raydi. Lekin 10 kunlik konsertda muayyan bir dastur bo'ladi. Uni chetlab o'ta olmaymiz. Ayniqsa gap estradamizning divasi haqida ketganda men nazarimda bu narsani mayli, xatni yetkazaman. Lekin hozir bir narsa deyishim biroz amirmahon. Jamshid, ming bor uzr so'rayman. Uzr. Ozodaxonim Nursaidova, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist. Ozoda opa,